qizinglarni zo'r tarbiya qilmoqchi bo'lsanglar, men bitta narsani eslayman, shu katta qizimda kichkinaligida qaychiga tegma derdim. Xo'p degan, bir marta eslayman, kichkina qizim bog'chadan olib kelguncha hamma pardam qaychilab qolganda, bir chekkadan kesib chiqqan eslayman. Hozirgacha o'sha pardani olib qo'yganman, lekin turibdi. O'ziga aytaman, "Men shu hammasini yangi pardalarni rasvo qilgansan sen" deyman. O'zi tegma degan bo'lsangiz qiziqqan bo'lsam kerak-da deydi. Hozir уже o'zlarida tushuncha bor, chunki o'tirib gaplashib olganmiz. Qizlar, qaranglar. Instagramda bitta kirsangiz g'oyangiz ketadi, bilasizmi? Ketding, o'qolmaysan, bo'ldi, ketding, xayoling o'sha yerga ketadi. Kimnidir hayotini kuzatib, o'zing hayoting o'tib ketadi, bolam deyman. O'tib ketadi chunki. O'zimizda ham bo'ladi. Men kirsam chiqolmay qoladigan paytim bor. O'sha narsa sizlarda bo'lmasligi uchun, vaqtinglarni o'tkazmasliginglar uchun umuman Instagramga kirmanglar deyman. Kirmaydi. Telefon hammasi ochiq turadi, hammasini bemalol ko'raman. O'g'limga hali umuman bunaqa telefondan olib bermagan. Oddiy oq-qora bor, legushka. Shunaqa tutadi. Hammaga tavsiya berardim, shu bolasini kontrol qilishni. Обязательно telefonini, hozirgi paytda Instagramini, chunki Instagramda ko'ryapsiz, hamma narsa ochiqdan ochiq bo'lib yotibdi. Qizinglarni zo'r tarbiya qilmoqchi bo'lsanglar, kontrol qilishga, не только qizinglarni, o'g'linglarni ham hozirgi zamonda.